Hojona, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi dam olyapsizmi? Xudoga shukr. Qayerdan kelgan edingiz? Men Jizzax viloyati Zartoq tumanidan kelganman. Bu yerga dam olishga oyog'im bilan keldim. Bu yer hamma sharoitlar yaxshi. Bu yerlarda hozir sharoitlardan elektroforiz, suv vannalari, massaj hammasi ichida ekan. Hozir bularga skidka narxda ancha arzon ekan. Qulayliklar yaxshi, sharoitlar zo'r. Bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, kuzatuvchilarimizga nima deb qolardingiz? Kuzatuvchi obunalarga mana shu yerga kelib dam olib, yaxshi taassurot olib kelsalar bo'larkan. Sharoitlar yaxshi, qulayliklar hammasi bor. Ovqatlari, 3 mahal ovqatlari yaxshi. Xodimlarining ham muomalalari juda ham yaxshi. Shirin so'zligi. Rahmat Hojona. Hammasi yaxshi. Rahmat Hojona, sog' bo'ling. Rahmat.